Shahar hududida aksariyat haydovchilar tezlikni belgilangan me'yordan oshirib harakatlangan vaqtlarida maxsus avtomatlashtirilgan video va foto qayd etish texnika vositalari nigohiga tushmaslik maqsadida boshqaruvdagi avtomobilning davlat raqam belgilarini yechib olib yoki turli vositalar bilan berkitib harakatlanayotganliklari kuzatilmoqda. Buning natijasida avtomobil yo'llarida tezlik oqibatida yo'l transport hodisalari sodir bo'lganligi ma'lumotlarda qayd etilgan. Mazkur qoidabuzarliklarga chek qo'yish maqsadida Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ushbu davlat raqam belgisini yechib olib yoki turli vositalar bilan berkitib harakatlanadigan haydovchilarni aniqlash yuzasidan nazorat reydlarini tashkil etdi. Ijtimoiy tarmoqqa chiqarilgan Toyota Corolla rusumli transport vositasi davlat raqamsiz shahar hududida harakatlangani yuzasidan video material tarqaldi. Ushbu holat bo'yicha surishtiruv harakatlarini olib bordik. Avtoulov topildi. Bu haydovchiga nisbatan o'rnatilgan tartibda ma'muriy chora ko'rib vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga olib kelganmiz. Harakat ishtirokchilaridan yo'llarda harakatlanganda yo'l harakati qoidalariga amal qilishlarini so'rab qolardik.